Hem Rabbimiz Subhanahu ve Teala aytadi, shayton kelib sizni de ochlik bilan qo'rqita. Bu bola masalasida, izdiruv masalasida, chunki mana statistik negizindagina Rossiyada ofitsial bir yilga 1 million bolani izdiradilar. Izdiruv motor so'zdir endi, o'tiralar. Mana 1 million kishi bir qozon. Yılına bir qozon. Şuna göre Allah Teala nersedi, mindi şeytan sizni açlık bilen korkuta, lakin rizqni min biruşedi Allah birmi. Hem her bala o'z rizqi bilen kile. Mana şulay degeç, kardeşlerimiz hazret, ты знаешь, hazır köpme ana KFU'ga kirib balani o'qitirga köpme akşa kerak. Köpme maktabga borasın, forma, kitap tegisi bisi köpme akşa kerak. Allah biremi. Allah o'zi aytadi, "Ey min rizqni biruşa." Min biruşa. Allah biruşa. Şuna göre agar da mana şuşa konsept nishak aytalar ana saqlana turgan usullarni qo'llanu agar da bu niyatdan ekan bu diriz bo'lmagan niyat ham siz onu nitmagas Allah Teala birir, Allah Teala oshatar, Allah Teala her narsani aytar. Ikkinchi yo'nalish agar da masalan ul eson sog'lik yog'indan masalan vaqt tez o'tgan, yangagina balani topdingiz, hozir yanga balaga o'ssag'iz bek og'ir bo'lar. U vaqtda albatta din yog'idan ul ruxsat etiladi. Hem Rabbimiz Subhanahu ve Teala aytgan, o'zingizga ziyon keltiruv yaramay, ham balani izdiruv gunoh, balani izdiruv bir vaqtdagina ruxsat etadini biz. Agarda anini saqlargami, balani saqlargami, mana ikkisidan birisi o'ladigan vaqtda, ul vaqtdagina abort ruxsat etiladi. Boshqa vaqtda ruxsat etilmay ham o'tiruv deb sanaladi.